Nechinchi yil siz? Menmi? Nechinchi yilman desam ekan, o'ylab qoldim. Nechinchi yilman deyish bu o'zimga bog'liq, o'zimning ishim. O'zim tilimdan chiqadi. Давайте 1988-yilman. Yaxshiman qarichilikda deydi. Мне тоже. Мне 84, 83. Yo'q, 81-yilman. Bo'ladimi? Mantiqqa ham to'g'ri kelmayapti, bori 81 man deganim. 98 deydi. Может. Ты очень красивая. Спасибо. 81-yilman desam, mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Kichkina ko'rinaman. Endi maktabni bitirganman desam, mantiqqa to'g'ri kelmaydi. 18dan oshganman desam to'g'ri keladi, lekin uncha semirib ketibsiz kamroq. Ayni semirib ketganman emas. Hayot ko'rgan. Hayot ko'rganmiz, nimaga ko'rmaymiz? Hayotni yo'limizni tilada hayot ko'rib, dunyo ko'rib, malishlikni unutib, kichkintoylikni unutib, xalatingni och ichiga ko'rsat. Bekko ayni chiqadi ichidan yashirib qo'yibman-da, lekin men o'zimnikini ko'rolmaysizlar, uzr. Qornim og'riyapti. Men qatorlikin ham o'lib suyagi ham chirib ketgan deydi. Ayinam qatori? Astag'firullah degan ayinam qatori emasman, Nima gap dedi? Tinch. Maza qilib balkonimni asabini bo'zyapti.